Assalomu alaykum. Sizga bitta savol bermoqchiman. Nimaga ba'zi tadbirkorlarning biznesi uchadi, juda ham ko'p filiallar ochadi, juda ham ko'p xodim ishlatadi, lekin ba'zilarida esa 5-10 yil bo'lishiga qaramasdan bitta magazin yoki bitta filial holatida o'sha o'zini biznesidan chiqa olmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda mana shu savolga javob toping. Buning sababi birinchi tadbirkor biznesda tizim quradi, ikkinchi tadbirkor toifa esa biznesda hamma ishni haligacha o'zi qiladi. Agar sizning biznesingiz sizsiz ishlamasa, demak siz o'zingizning biznesingizda eng qimmat xodimsiz. Birinchi toifa tadbirkorlar, ya'ni biznesmenlar, tizim qurganlar eng zo'r xodimlarni qayerdan topishni biladi, ularni qanday olishni biladi, qanday ishlatishni biladi va o'z-o'zidan qisqa muddat ichida juda ham ko'p filiallar, juda ham ko'p xodimlar va juda ham katta natijalarga erishadi. Va ikkinchi toifa xodim esa eng qimmat xodim bo'lib yuraveradi va qanday xodim olishni ham bilmaydi, uni qanaqa yollashni ham va qanaqa ishlatishni ham bilmaydi. Mana shu narsa menga kerak emas deb o'ylaydi. Bugun sizlarga xodimlarni qanday saralash, qanday ishga olish va ular bilan qanday samarali ishlash haqida o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda Xudo xolasa gapirib beraman. Agar sizning xodimlaringiz vazifalarni vaqtida bajarmasa, uni orqasidan siz vazifalarni o'rgatib yurgan bo'lsangiz va orqasidan yugurib yurgan bo'lsangiz, qachon qilasan deb bu video aynan siz uchun Xudo xolasa juda katta yechim olasiz. Ismim Alisher, 7 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Mana shu muddat orasida 100 dan ortiq xodim bilan suhbat qildim. Juda ham ko'p xodimlarni ishga oldim, juda ham ko'p xodimlarni ishdan bo'shatdim va juda ham ko'p saboqlar oldim. Mana shu saboqlarni Xudo xolasa siz bilan o'ylashaman. Ko'p tadbirkorlar qiladigan xatolarni Xudo xolasa bugun ko'rib chiqamiz. Agar siz mana shu men aytayotgan xatolarni Xudo xolasa qilmasangiz, kompaniyangiz o'sadi, rivojlanadi, juda ham ko'p filiallar qilasiz. Qani boshladik. Birinchi xato tanish bilishni xodim qilish. Ya'ni ko'pchilik biznes boshlayotganda bu zo'r g'oya tuyuladi, ya'ni qarindoshmi, do'stmi, yaqin tanishni o'zimga xodim qilib olaman, ishonchli odam bo'ladi va nima aytsam u meni tushunadi va biznes yuradi deb o'ylaydi. Lekin buni aksi bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori. Chunki ana shu yaqiningiz, qarindoshingiz, tanishingiz sizni aytgan topshiriqlaringizni, umuman fikrlaringizni, g'oyalaringizni shaxsiy munosabat sifatida qabul qilib, umuman o'sha narsani bajarmasligi mumkin yoki keyinga qoldirish mumkin. Bu o'z-o'zidan sizni ma'lum bir darajadagi rejalaringizni, biznesingizni orqaga tortish ehtimoli juda ham yuqori. Muhim qoida, xodim tanlashda tanishga emas, uni bilimi, ko'nikmasi, tajribasiga e'tibor bering. Sizga yaxshi inson emas, sizga natija beradigan va sizga juda ham qadriyat beradigan va foyda beradigan xodim kerak. Ikkinchi xatoga keldik. Bu xato juda ham ko'p tadbirkorlarda hozirgacha davom etadi. Ba'zi o'rta tadbirkorlar ham hatto mana shu muammo bilan qiynaladi. Chunki buning uchun ozroq sabr kerak, yozish kerak. Ikkinchi xato vazifalarni aniqlashtirmaslik. Ko'pchilik xodim oladi. Misol uchun marketolog oladidan sen marketing bilan shug'ullanasan yoki sotuv bo'limiga xodim oladidan sen sotuv bilan shug'ullanasan deb qo'yadi, bo'ldi. Mana bu yerda lavozim profili va umuman lavozimda nimalar qilinishi kerakligi haqida hech qanaqa yozma ma'lumot berilmaydi. Va o'z-o'zidan buni bilmagan xodim nima qilishini ham bilmaydi. Aniqlik bo'lmagan joyda natija ham aniq bo'lmaydi. Agar har bir xodim ishga kirishdan oldin uning vazifalari, javobgarligi, nima uchun oylik olayotganligini bilsa, sizga juda ham ko'p natija keltirib beradi. Va nima uchun xodim maosh olayotganligini biladi va uzoq muddatli o'sha xodim siz bilan ishlashiga olib keladi. Uchinchi xato esa juda ko'pchilikda eng zo'r xato faqat maosh orqali motivatsiya qilish. Hozirgi holatda eng zo'r xodimlar faqat maosh orqali tutib turilmaydi kompaniyada. Eng o'zini hurmat qilgan xodim borki, u maosh dastlab o'zini ma'lum bir ehtiyojlarigacha maoshni birinchi o'ringa qo'yadi. Ma'lum bir ehtiyojlar qoplangandan keyin u xohlaydi o'sishni, kompaniyada juda ham ko'p natijalarga qo'lga kiritishni va jamiyatga juda ham ko'p manfaatlar berishni xohlaydi. Mana shu siz muhitni yaratmas ekansiz, o'z-o'zidan xodim kompaniyadan sovushiga, o'z-o'zidan uzoq muddatli ishlamasligiga olib keladi. Aslida xodim olsangiz, rivojlanish, qadrlanish va o'sish muhitini yaratib berishingiz kerak. Yaxshi xodim hech qachon maosh uchun ishlamaydi. Yaxshi rahbar va yaxshi muhit uchun ishlaydi. Mana shu narsalarni agar yaratib berar ekansiz, sizda
xodimlar bilan bog'liq tik kuchga bo'lmaydi, ya'ni muammo bo'lmaydi. Ko'pchilik tadbirkorlar qiladigan 4-xato nazorat tizimi yo'qligi. Meni juda ko'p tadbirkorlar oldimga keladi, xodimlarim ishlamayapti deydi. Ishlash uchun, ularni motivatsiya qilish uchun nimalar qildingiz desam, ularda javob yo'q. Misol uchun, KPI qo'ydingizmi? Nimanidir aniq raqamlarda o'lchyapsizmi? Misol uchun, marketologga qancha lit olib kelishligi haqida, sotuv bo'limi rahbariga oyda qancha sotuv qilish haqida aniq rejalar bormi? Mana shu rejalar bo'lmas ekan, o'z-o'zidan xodim ishlamasligi, u tavakkaldan tavakkal sizni ishxonangizda faoliyat olib borishga olib keladi. Muhim qoida, o'lchab bo'lmaydigan narsani boshqarib bo'lmaydi. Shuning uchun nazorat tizimi juda ham muhim. 5-xato, hamma qiladigan xato, hamma ishni o'zim yaxshi qilaman degan. Ya'ni sotuvchi oladi, sotuvchi qanaqadir muammoga uchrasa, o'zi yechib beradi. Marketolog oladi, marketolog qanaqadir muammo yoki qanaqadir yechim bera olmasa, o'zi yechib beradi. U o'z-o'zidan har bir xodimning mas'uliyatsizligiga va yaxshi natija ko'rsatmasligiga o'zi sababchi bo'lib qoladi va buning natijasida xodimlar rivojlanmaydi, kompaniya buni orqasida juda ham ko'p natija ko'rmaydi, ko'p pul oqimi kompaniyaga kirmaydi va o'z-o'zidan kompaniya yaqin vaqtlar ichida yopilib ketishi ham mumkin. O'sha tadbirkorning o'zi xodimlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi, asosiy to'siq sifatida o'zi bo'ladi. Xodimlarni xato qilishiga qo'yib bering, xatolar orqali ular rivojlanadi va o'z-o'zidan ma'lum bir vaqtdan keyin xatolarni qilib rivojlangandan keyin juda ham ko'p ishlarni sizdan o'ziga ishlarni olishiga to'g'ri keladi va o'z-o'zidan biznes keyingi bosqichga ko'tariladi. Demak, qisqacha xulosa qilamiz. Agar kuchli biznes qurmoqchi bo'lsangiz va xodimlarni ko'zini yonib ishlashni xohlasangiz, mana shu xatolarni, ya'ni biz yuqorida sanab o'tgan 5 ta xatoni qilmang. Birinchidan, tanish bilishni emas, professional kadrlarni ishga oling. Ikkinchidan, vazifalarni aniq belgilang. Xodimlar nimani qilayotganligini va qanaqa natija ulardan kutilayotganligini aniq bilsin. Uchinchidan, faqat maosh emas, motivatsiya tizimini ishlab chiqing. Maosh uchun kelgan xodim maosh deb ketadi. Undan tashqari ma'naviy va qo'shimcha motivatsiyalarni yarating. To'rtinchidan, natijalarni o'lchang. Xodim qanaqa holatda ishladi va qanday natijalarga erishdi, albatta mana shu raqamlarda ko'rib turishingiz kerak. Beshinchidan, hamma ishni o'zingiz qilishni to'xtating. Xodimlarga imkon bering, rivojlanishini ta'minlab bering. Mana shu holatda biznesingiz o'z-o'zidan rivojlanib ketadi. Esingizda bo'lsin, biznesning haqiqiy o'sishi hamma ishni o'zingiz qilishda emas, sizsiz biznes ishlay boshlashida hisoblanadi. Agar sizda ham xodimlar bilan bog'liq yana qo'shimcha muammolar bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib keting. Mana shu izohlarni ko'rib, keyingi tahlillarda xudo xolasa mana shu muammolarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Videoga like bosishni unutmang, bizning sahifamizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.